Navbatdagi buyurtmamiz divan transformer modelimiz. Bu divanimizni ham stol, ham kravat qilib foydalanasizlar. Hozir sizlarga buni foydalanishini ko'rsatamiz. Bu divan transformer modelimizning qulaylik tarafi, hozir bunga qo'shimcha ikkita pufik qilib berganmiz. Buni ko'p qavatli uylarimiz uchun yaxshi yechim. Kerakli narsalarni joylab, yana sandig'ini yopib qo'ysanglar bo'ladi. Ikkita sandiq qilib berganmiz. Ikkita tomondan o'tirish imkoniyati bor, televizor ko'rish imkoniyatlari bor. 6 kishi bemalol o'tirib mehmonlarni kutsanglar bo'ladi. 3 ta podushkasi bor. Materiallarini istalgan rangda tayyorlab berish imkoniyatlarimiz bor. Materiallarimizning ichki parallollari 22 plotnosdan. Stoli laminat MDFda, razmeri 220 ga 80 cm. Divanimizning общий uzunligi 220. Kravat holatida hozir razmerindamiz 1.90. Ochilgan holatda razmerini aytamiz 1.90 ga 1.35. Mexanizmlari baquvvat rossiyskiy mexanizmda. Podushkasidan yostiq qilib foydalanish imkoniyati ham bor. Karkaslari baquvvat Tabriko rossiyskiy reykalardan samarezda yig'amiz. Buyurtma asosida tayinlanadi bu modelimiz. Spalniy bo'lgan shu holatida razmeri 1.90 ga 2 metr tashkil etadi. Ikki tomondan yotish imkoniyati bor. Mebellarimizning sifatini ko'rasizlar. Buyurtma asosida istalgan rangda tayyorlab beramiz. Toshkent shahri bo'yicha buyurtmalarni qabul qilamiz. Savollar bo'lsa bemalol kommentariyaga yozishingiz mumkin. Talab va takliflarni kutib qolamiz. Mana ishlatishlari ham juda qulay. Yig'ilgan holatda, ixcham divan holatida bo'ladi. Qo'llarida dekorlardan foydalanganmiz. Parallollari shu o'rindiqlariga 12 cm qo'yiladi. Bemalol nomerlarimizga bog'lanib Telegram orqali ham yozishingiz mumkin. Zamonaviy mebel, xonadoningiz ko'rki.